Sergeli Xonobodda, Xonobod metroga yaqin joyda 2 xona 50 kvadrat 10 etaj 12 qavatli Novostroykaning kadastrlar chiqib turibdi Gazidondan Ason avtokanalida 8400 dollarga arzon ko'ramiz. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda o'ng qo'lda shkaflar uchun joylar tashlab ketilgan. To'g'rida sanuzor qissalari ham bo'ladi, oshxona qissalari ham bo'ladi mabodo. Bu birinchisi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bitta xona ota-onalar yotoqxonasi, bitta xona zal bo'ladi. Bu tarafga xohlasalar sanuzor, xohlasalar oshxona. Endi ko'pchilik oshxona qilyapti, lekin o'zlaringizda qo'llanayotgan xohishlaringizga qarab o'zgartirib o'rsangiz bo'ladi. Sovuq suvi, gazi, elektr kelib turibdi, qo'shnilar yashab yotibdi, kadastri chiqqan. 12 qavatli mana balkon ham bor. Mana shu 12 qavatli bo'ladigan bo'lsa, bu 13, 12, 11, 10 mana shu yerda joylashgan balandligi. Hovlida mashinalar deyarli kiritilmaydi. Bu tarafdan parkovka bepul. Kadastr chiqib turibdi. Baquvvat qurilgan Xonobod aplikatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Yonida Xonobod masjidi bor, jome masjid. Bu yerda metroga taxminan 1 kilometrdan sal ko'proq Xonobod metro bekatiga. Maktab, bog'cha shu mahalla qayerga boriladigan bo'lsa, o'sha yerga boriladi. To'g'risi qayerga maktabni bilmayman. Lokatsiyasi mana yaxshi joyda, avtobuslar qatnamayotibdi. Assalomu alaykum, qancha ko'rasizlar? Kadastrlar chiqib turibdi, kart notarisi o'zida berib yuboradi. Eppas monolit. Bu taraf tashqi tomon 1,5 g'ish qurilgan. Parkot qurilgan bo'ldi.